Agar bu 3 ta metr ekan, normal holatda ushlamasangiz, lead narxi hech qachon arzonlamaydi. Xoh o'zingiz biznesingizga yoqqan bo'ling, xoh birovning biznesiga, farqi yo'q. Birinchisi hook rate, ikkinchisi hold rate, uchinchisi CTR. Targetda metrikalar juda ham ko'p. Nu hozir bu reysda sizlar bilan mana shu 3 ta asosiy metrikani ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, videoni mana shu liniya deb oladigan bo'lsak, mana bu videoni boshlanish joyi. Video boshlangandan keyin 3 sekund o'tgandan keyingi joyi, 15 sekund o'tgandan keyingi joyi va videoni tugashi. Endi hook rate, hold rate nimaga javob beradi desanglar, video boshlanganda birinchi 3 sekundgacha nechta odam ko'rgan bo'lsa, hook rate o'shan foizda ko'rsatadi. Hold rate esa 3 sekunddan boshlab 15 sekundgacha nechta odam ko'rgan bo'lsa, hold rate o'shani ko'rsatadi. CTR esa o'sha reklamadagi tugmani nechta odam bosdi, o'shani foizda ko'rsatadi. Bu yerda ozgina chalkashli joyi bor. Nimagaki CTR da o'zi 3 ga bo'linadi. CTR all, unique CTR va unique outbound CTR. Bularni keyingi reyslarni ko'rib olsanglar bo'ladi. Buni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq menga obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Bu o'zi alohida mavzu. Biz sizlar bilan hozir hook rate va hold rate haqida gaplashamiz. Sizlar bilan misol tariqasida ko'rib chiqamiz. CPM agar $2 bo'ladigan bo'lsa, bizada 1000 ta odamga chiqarib beradi, to'g'rimi? Endi 1000 ta odamga reklama chiqqandan keyin hook rate'imiz agar 30% bo'ladigan bo'lsa, 300 ta odam 3 sekundgacha yetib kelar ekan. Hold rate'imiz ham 30% bo'ladigan bo'lsa, o'sha 300 ta odamdan 90 tasi 15 sekundgacha yetib kelar ekan. Demak, ko'rdinglar, sizlar hook rate, hold rate 30 bo'lgan holatida 1000 ta odamga reklama chiqsa, 15 sekundgacha 90 ta odam yetib kelar ekan. Endi sizlar bilan 10% kamaytirib ko'ramiz. CPM $2 o'sha xuddi o'zi turibdi va 1000 ta odamga chiqdi. 20% hook rate bo'lsa, 200 ta odam 3 sekundgacha yetib kelar ekan. Hold rate'imiz 20% bo'ladigan bo'lsa, o'sha 200 ta odamdan 40 tasi 15 sekundgacha yetib kelar ekan. Demak, biz 10% kamaytirilgan holatda. Kelaylik endi yana 5% pastga kamaytirib ko'ramiz. Hook rate'imiz mana 15% bo'lsa, shu 1000 ta odamdan 150 tasi 3 sekundgacha keladi. Hold rate'imiz 15% bo'lgan holatida 150 tadan 22 tasi 15 sekundgacha keladi. Endi ko'rasizlar, hook rate, hold rate qanchalik muhimligini. Chunki biz shu $2 to'layapmiz 1000 ta odamga chiqishi uchun. Bu yerda 30 bo'lsa 90 ta, 20 bo'lsa 40 ta, 15 bo'lsa 22 ta odam 15 sekundgacha kelyapti. Endi ko'rasizlar, 15 sekundgacha 90 ta odam qayerda, 22 ta odam qayerda. Undan nechtasi lead qoldirishni o'zingizlar bilasizlar. Demak, bu lead narxiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Lead narxi 2 barobar, 3 barobar, 4 barobar, hatto 5 barobar o'ynab ketishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bularni yaxshi rezultat qilish kerak. Endi sizlar aytishinglar mumkin. Aka, bizga normal holatda nechi bo'lish kerak? Hook rate, hold rate degan savolni bersanglar, men aytaman, hook rate'imiz 30, hold rate'imiz ham 30 bo'lsa, chotki. Biz hook rate, hold rate haqida boshqa o'ylamaymiz. Undan yuqori bo'lsa, albatta zo'r. CTR'imiz esa 1%, 3% orasida bo'lsa zo'r. Endi bu yerda CTR da juda ham ko'p, boyagidek unique CTR, unique outbound CTR va CTR juda ham ko'p turlari bo'lgani uchun men o'rtachasini aytayapman. Endi biz hook rate, hold rate'lar normal holatini bilib olik. Endi uni qanaqa qilib 30% qilishni bilmayman desangiz, siz hozirroq kommentariyada bir raqamni yozib qoldiring. Men sizga direktdan Telegram kanalim linkini yuboraman, chunki u Telegram kanalda targetga oid imенно mana shu hook rate, hold rate'lar qanaqa qilib 30% qilish va rezultatlar yaxshilash bo'yicha video darslarim yuklangan. Bemalol kirib, o'sha yerdan foyda olsangiz bo'ladi.